ehson ostida pul yig'ib, xalqdan foydalangan holatlarga guvoh bo'lganmisiz ishingizda? Ko'p beriladigan savol bu operatsiya summalariga taqaladi. Ya'ni bemorni hali ko'rmay turib, operatsiyaga qancha ketadi degan ma'no. Yaqinda bo'lib o'tgan voqealardan biri bu bir bemorimiz bizga murojaat qilib, qanchadir miqdorda ehsonga pul yig'ilgan. Bizga o'sha yozilayotgan chek summasini chiqarib berganimizda, bu o'sha ehsonda yig'ilayotgan puldan 3-4 baravar kam summada bo'lgan va buni biz bemorimizga aytganmiz. Bizning endi asosiy maqsadimiz xalqqa xizmat, xalqqa yordam va o'sha xalqning puli bo'lgani uchun bu noto'g'riligini tushuntirdi. Bemorni ko'rmay turib, oldindan biza bemorga ma'lum bir miqdorda operatsiya summasini belgilamaymiz. Shaxsan kelib, ko'rinib, suhbatdan o'tib, konsultatsiyadan o'tib, o'zingizga to'liq fikrni olganingiz ma'qul bo'ladi. Bu to'g'ri deb o'ylayman. Va bundan tashqari ko'pchilik bizga sponsorlarimiz bor, kelib o'sha qiynalgan oilalarga operatsiya to'lovini to'lab beraman deb kelayotganlar bor va bular shaxsan o'zlari kelishadi. Biz har doim shu narsani aytamiz, ya'ni o'sha ehson yig'ilayotgan pul imkon qadar bemorning qo'liga berilmagani ma'qulroq. Bu o'sha shifoxonaga topshirilsin yoki bo'lmasa o'sha pul o'tkazish yo'llari bilan o'tkazib bergan ma'qulroq deb o'ylayman. Kerak bo'lsa o'sha ehson qiladigan odamlar kelib, o'sha shifokor bilan biroz gaplashib, haqiqatan shunaqa holatmi, yo'qmi degan ma'noda o'zlariga xulosa olishlari to'g'ri deb bilamiz va shunga ogohlantirish sifatida shu temani ko'tarib chiqdik. Shu mavzuni sizlarga unumli bo'ladi deb o'ylaymiz va kimda kim yordam qilmoqchi bo'lsa, yo ehson qilmoqchi bo'lsa, biz har doim eshigimiz ochiq, kelib biz bilan murojaat qilib, gaplashib, bunaqa bemorlarimiz, yordamga muhtoj bemorlarimiz ro'yxatlarimiz bor. Shu bo'yicha yordam qilish mumkin.